Chikagodan KXK desalar bilan demak eshitamiz. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanimizda Iskandar posholkamizda 7,5 soatlik hovlimiz sotilyapti. Ichkarilarning obzori bilan tanishtiraman. Narxi juda ham cho'tki, chiroyli. Toshkentdagi 2 xona, 3 xonani kvartiraning pashti narxi bilan bir xil 10 ta xona ozgina bo'lsa, hozir ichkarilarning obzori bilan tanishtiraman. Endi narxini oxirida aytib qaranglar, bitta qaranglar. Bitta darvozamizga kirayotgan joyimizni ishingizda oqar suv, qishin yozi to'lib oqar suv oqib turar ekan bu yerda. Joyimiz zo'r, lokatsiya va dinamik. Qaranglar, eshikdan kirgan, darvozamizdan kirgandan keyin katta mana hovlimizni, 10 qo'limizda katta basseynimizda, 4 ga 9 metr basseynimizda. Ichkarilarni polni obzori bilan tanishtiraman. Narxi yo'q, Chilizbank olsanglar bo'ladi, ketdi yuringlar. Ichkarilarning obzori bilan tanishdinglar. Joyimizda lokatsiyamiz dinamik, bomba. Kimni shikolat egasiga yotgan bo'lsa, uyingizda shikolat joyi. Bir qop karam puliga sotib olsanglar bo'ladi. Narxi 135 ming. Ko'kiga Chilizbank ham olsanglar bo'ladi. Joyimiz idealli, faizli. Barcha jihozlar qoladi. Отопление bor. Suv gazdan umuman muammo yo'q. Telefon nomerlari egasinikini pastda ko'rib ketamiz. Bizga layk, subscribe qilishingizdan chiqmasin.